Bu filmni seyir bitib ketsangiz balkim Ali İkramning haqiqiy rolini mangu bilmaysiz. Sizlar hozir ko'rib turadigan bu qurilish taxminan 4700 yil burun qurilgan. Necha yuz yilning yaqi bu Fir'avnning qabrisi deb tushundik. Lekin fan texnikaning taraqqiyotiga ergishib, Ali İkram to'g'riliq nurg'ulgan tushunchimiz bo'ldi. Ham nurg'ulgan yangi sifat bayqalgandan keyin bu Fir'avnning qabrisi emas ekan deb hukm chiqarildi. Emsa bu Fir'avnning qabrisi bo'lmasa, 4700 yil burundagi odamlar nimashqa shunchalik vaqtni isrof qilib buni qurib chiqdi? Bu savolning javobini balkim bu odam allburun tadqiq qilib chiqargan. O bosmon Nikola Tesla. Bugündeki bu filmni cho'qim yoqtirsiz. Emsa bir tal yurak besitib manga yashalishni hargiz unutilib qolmang. Ayni vaqtda Nikola Tesla Ali İkramga nayt qiziqib qolgan. Ali İkram to'g'riliq nurg'ulgan tajriba ishlagandan keyin u Ali İkram hargizmi oddiy bir qurilish emas. Uning haqiqiy rolini men bilalidim deb hukm chiqargan. 1897-yili 41 yoshli Nikola Tesla hayotini eng yuqori panga yetib kelgan. U dunyodagi tunji cho'ng tipdagi suv elektr stansiyasini qurib chiqqan. Bu insonlarning tunji qatam yer sharining tabiiy energiyadan foydalanib butun bir shaharning tok masalasini hal qilish. Lekin Nikola Tesla bularni nayt bir kichik ish deb qaraydi. Chunki uning kallasida texnik cho'ng bir plan bor. U bozma yer sharining har qaysi joyiga simsiz tok taqtish. Necha yildan keyin Nikola Tesla rostla simsiz tok taqtish asbobini yasab chiqqan. Lekin bu asbob unchalik kuchli emas. Faqat yaqin kelgan vaqtida simsiz tok taqta oladi. Aqchan kallingizga vushen cho'ngdan kep bo'ldi deyman. To'g'ri, hozirgi ko'pincha telefonlarga simsiz tok qashlig'i bo'ldi. Bu fan texnika shu ayni vaqtda Nikola Tesla o'ttirib qo'ygan. Amaliyotda bizning turmushimizda ishlayotgan 80% narsa Nikola Tesla bilan munosabatli. Gapimiz qaytib kelsa, simsiz tok taqtish asbobi rostla bor, lekin unchalik kuchli emas. Shunlashgan Nikola Tesla bu yerda agar bu asbobni texnik kuchlantira olsak-chi deb manda bir savolni o'ylagan. 1901-yili Wodon Kalifu munari oxir qurilishga boshladi. Nikola Tesla mana mush munardan foydalanib butun yer shariga simsiz tok taqatmoqchi. Bu munardan simsiz tok taqtishdan sirt yana 16 xil alaydik bor. Bu 16 xil alaydigini men bevos ko'z chiqqan vaqtimda sizlarga to'liq so'zlab beray. Shunlashgan meni g'anjo qilaylikni hargiz unutilib qolmang. Bo'lmasa bevos ko'z chiqqan vaqtimda topolmay qolsiz. Emsa bu munarning Ali İkram bilan qanday aloqasi bor? Bu ikkili narsa suv qatlamasining tubida qurilgan. Ham tigida o'xshashlar nayt uzun bir miskaltek bor ekan. Hamda bu miskaltekdan qanday foydalanib yer shariga tok taqta oladi? Bu savolni balkim Nikola Tesla'dan sirt hech kim uqmaydi. Chunki bu yerda bir yoshirilgan hikoya bor. Ayni vaqtda Wodon Kalifu munari qurilgandan keyin Nikola Tesla bir tajriba ishlagan. U bu munardan foydalanib 3 kilometr yiroqlikda chiroqni simsiz yoritgan. Bu ahvolni ko'rib Tesla nayt xush bo'lgan. Lekin uni yen tarafdagi yana bir odam nayt qo'rqib ketgan. Uni yen tarafdagi odamning ismi bo'lsa JP Morgan. Bu odamning nurg'ulgan yerdan miskan bor. Ham u vaqtda tok taqtishga misvomis bo'lmaydi. Agar bu munar rostla simsiz tok taqta olsa, bu munarni soat 5 da qo'zg'atsa, uning shirkati soat 5 dan 1 o'tgan vaqtda vayron bo'ldi degan gap. Uning sirt yana shu vaqtga My Gaz degandek shirkatning hammasi butunlayli vayron bo'ldi. Emsa sizlar o'ylab qo'yinglar, rostla bu xil ahvolni yo'l qo'yami? JP Morgan Nikola Tesla'ga pul berib, "Meni shirkatimni cho'ngaytib ber" degan. Lekin hargiz bu meni shirkatimni vayron qilib ber demagan. Uzoq o'tmaylar bu Wodon Kalifu munarini tuyuqsizlar chuvib elib etgan. Chunki buni selishga JP Morgan mag'lub salgan. Hamda bu pul tuyuqsizlar to'xtab qolgandan keyin amalsizlikda Wodon Kalifu munarini chuvib saymallarni setib etib qarzni qaytargan. Bu ishdan keyin Nikola Tesla nurg'ulg'a shirkatimiz degan. Lekin hech kim uningga yordam qilmagan. Chunki u vaqtda ularga puldan boshqa hech qanday narsa muhim emas. Agar rostla bunday sukundan birini yasab chiqsa, hamma narsa haqsiz bo'lib ketadi degan gap. Butun dunyoni o'zgartiradigan fan texnika mishna qilib to'xtab qoldi. Bir qism ko'raman do'stlar, aqchan bu xil fan texnika nayt fantaziyalik bo'lib ketibdi deb o'ylab qolishinglar mumkin. Biz hozir turmushimizda uchrab turadigan simsiz tok taqtishni aqchan bilsiz. Bu xil fan texnika turmushimizda rost bor, lekin doirasi yiroq emas. Aqchan nurg'ulgan ko'raman do'stlar, buning doirasini shu cho'ngay saqlab bo'ldi ekan-ku deb o'ylab qolishinglar mumkin. 2021-yili 4-20 kuni yana bizning davlatimizda do'stlar 120 metr doirasida simsiz tok taqtish asbobini yasab chiqdik. Demak, siz 120 metrning ishchil bo'lsangiz, mayli sizning telefoningiz ulamdi, saytingiz ulamdi, o'xshash simsiz tok qashlig'i bo'ldi. Emsa bu yerda tafakkur qilib qo'ying. Agar ayni vaqtda Wodon Kalifu munari rostla hamma yerda qurilgan bo'lsa, hozirgi yer shari qanday bo'lib ketadi? Javobingizdan inkasdan qoldirib qo'ysangiz bo'ldi. Filmning oxirida aqchan siz Ali İkram to'g'riliq so'zlayapmikin desam, bu ma'noga o'tib ketdi deb o'ylab qolishingiz mumkin. Nikola Tesla Ali İkramdan foydalanib Wodon Kalifu munarini laylab chiqqan. Ham bu munar rostla tok taqta olgan. Emsa bu yerda nimani bildirdi? Ali İkramga o'xshash tok hosil qila oladi degan gap. Kelar sonda Ali İkramning ichiga sizlarni ejirib turib tepsili so'zlab berma. Shunlashqa bu filmga bir tal yurak besitib manga yashalishni hargiz unutilib qolmang. Bo'lmasa kelarki filmni topamishingiz mumkin. 1943-yili bir qadamliq tajribada Amerikaning harbiy paraxoti tuyuqsiz yo'qolib ketgan. Uzoq o'tmaylar bu harbiy paraxot tuyuqsiz 300 kilometr yiroqlikda dengizda bayqalgan. Siz balkim bu tajriba bekli fantaziyalik bo'lib ketibdi deb o'ylab qolishingiz mumkin. Lekin harbiy paraxotning tubidagi askarlarning qanday bo'lib ketganini anglagandan keyin bu butunlay qo'rqinchli kinoga o'zgarib ketdi. Bu filmda biz dunyodagi eng sirli tajribadan
birini so'zlaymiz. Ham bu maxfiy tajribaga Nikola Tesla bilan Einstein qatnashgan. Emsa hikoyani anglashdan burun bir tal yurak besi yetib manga ishlashni hargiz unutilib qolmang. Ikkinchi dunyo urushi mezgilida kim dengizni kontrol qila olgan bo'lsa, shu yer sharini kontrol qila oladi deb qaraydi. Emsa bu yerda dengizni qanday kontrol qilamiz? Albatta, kimning avtomatik bilan harbiy paraxti jiq bo'lsa, shu kontrol qila oladi. Lekin bu yerda edemni 5 ni qatirgan nayt cho'ng bir mesel bor. U bo'lsa suv minasi bilan radar. Nurg'ulg'an davlat garchi avtomatikni yasab chiqamizmi? Lekin suv minasini yasab chiqa oladi. Bu narsa suv ichida bo'lganiki ko'gil olmaydi. Ham paraxtning magnit maydonini his qilgan shu zamatli portlaydi. Garchi harbiy paraxt nayt taleylik urab suv minasiga uchumizmi? Lekin radar magnit maydonidan oldi burun paraxtni bayqab oladi. Bu ishlar Amerikaning 5dan nayt qatug'an. Shunlashqa Amerika agar harbiy paraxtning magnit maydonini yo'qotalasak, bu ikkili masala hal bo'lgan-ku deb o'ylagan. Uzoq o'tmayla Amerika Einsteinni izlagan. Ham Einstein nazariya jihatdan bu to'g'riliq bo'ldi-kan deb hukm chiqarib bergan. Lekin Amerikaga nazariya jihatdagi mazmunlar lozim emas. Mishna asbobni yasab chiqa oladigan odam lozim. Shunlashqa ular yana bir odamni izlagan. U bosmon Nikola Tesla. 1942-yili Amerika bu maxfiy tajribani Nikola Teslaga topshirgan. Uzoq o'tmayla Tesla rastla mishna asbobdan birini yasab chiqqan. Lekin bu asbobda tajriba ishlagan vaqtida Tesla nurg'ulg'an g'ayr ishini bayqagan. Har bir qatim bu asbobni qo'zg'agandan keyin atrofdagi narsalar tuyuqsiz yo'qolib ketgan. Uningdan sirt yana ig'irlik kuchi yo'qolib ketgan ahvolmi yuz beribdi ekan. Tesla bu xil asbobning kamchiligini Amerika tarafga degan. "Men ozroq vaqt beringlar, men buni cho'qim hal qila olmayman" deb. Lekin Amerika taraf Tesla'ning gapini anglamagandan bevosita asbobni elib ketgan. Bu ishdan keyin Tesla xizmatidan istifa olgan. Albatta, bunday yuqori darajalik maxfiy harakat qatnashgan odamlar unda oson qutlanmaydi. Shunlashqa Amerika taraf Nikola Tesla'ni Nyu-Yorkdagi bir mehmonxonaga sulab qo'ygan. Yana 1943-yili 1-ayning 7-kuni mehmonxonadagi mulozim Nikola Tesla'ni jestini bayqagan. Uning nima ish bo'ldi, qanday o'ldi, bu to'g'riliq hech qanday tushuntirish yo'q. Uningdan sirt Amerika taraf Nikola Tesla'ning barliq materialining hammasini yig'ib ketgan. Ham buni mangu pechetlab etgan. Ayni vaqtda agar xohlasam yer sharni ikki parcha qilib olaman degan Nikola Tesla mushundala hayotidan ayrilib qoldi. Tesla o'lgandan keyin bu tajriba davomlashmas bo'lmaydi. Shunlashqa Amerika taraf Einstein bilan Feng Neumann degan ikki odamni izlagan. 1943-yili 8-ayning 12-kuni ular Tesla yasab chiqqan asbobni Erdolichi nomli bir harbiy paraxtga o'rnatgan. Ham soat dal 9 bo'lgan vaqtda bu asbobni qo'zg'atgan shu zamatlar bu harbiy paraxtning atrofida g'ayri nurlar yurishni boshlagan. Ham uning ustidagi askarlar beyaramchilikdan nihoyat o'lik vaqirab ketgan. Bu ahvolni ko'rib tajribani endi to'xtay deb tursa, Erdolichi nomli harbiy paraxt tuyuqsiz yo'qolib ketgan. Bu ishlar nihoyat tez yuz berganligiz naq maydondagi barliq odamlar nihoyat hayron qolgan. Bu ishlar kallisda o'tmay turgan vaqtida 300 kilometr yiroqdagi Novka dengiz armiya bazasi sizlarning harbiy paraxt bu yerda nima ish qildi deb ular bilan aloqalashgan. Bu to'g'riliq endi paranglashib tursa, Erdolichi nomli harbiy paraxt yana tuyuqsiz yo'qolib ketib o'z joyiga qaytib kelgan. Ular buni ko'rib birinchi vaqtda harbiy paraxtning tubiga odam yo'llagan. Lekin ular tubiga chiqqandan keyin ko'rgan ko'rinishni bir umr unutmaydi. Paraxtga nurg'ulg'an askarlar tamli bilan birlashib ketibdi. Xuddi ular ezeldan tamning bir parchasdeklar. Harbiy paraxtga bu ko'rinishni ko'rib bu tajribani jiddiy to'xtatib etgan. Hikoya mishakilib to'xtab qoldi. Bu tajribaning oxiri qanday bo'ldi? Harbiy paraxtga askarlar nemishqa tamli bilan birlashib ketdi. Bu to'g'riliq hech qanday material yo'q. Bir qism to'rdoshlar aqchan bu tajribaning hammasi yolg'on. Buni Alloh burun yolg'onligini isbotlab bo'lgan tursa deb qaraydiganlar bor. Lekin bu yerda sizlarga ichki ekan so'zlab beray. 1980-yili Hutchinson degan bir odam Nikola Tesla'ning bu tajribasiga nihoyat qiziqib qolgan. Shunlashqa u doim uyda har xil tajribalarni olib bordi ekan. Bir qatamliq elektromagnit maydoni to'g'riliq tajriba ishlatgan vaqtida uydagi nurg'ulg'an narsa ig'irlik kuchini yo'qotgan. Ham uning deyishicha uyda ma'lum bir narsalar tuyuqsiz yo'qolib ketib, yana paydo bo'lib qoldi ekan. Odamni eng hayron qoldirgan shu bo'lsa, tumining bir qismi sudal bilan birlashib ketibdi. Xuddi bu ikki narsa ezeldan birdeklar. U bayqonlarning hammasini filmga tortib olgan. Sizlar hozir ko'rib turayotgan bo'lsa, shu ayni vaqtda tortgan asl nusxasi. Nurg'ulg'an odam buni ko'rib qolib ishonmagan. Chunki Hutchinson degani odatdagi bir odam. Shunlashqa bir qism odam buni yolg'on deb qaraydi. Lekin yana bu xil ig'irlik kuchini yo'qotadigan hadisni Hutchinson shoyin deb nom bergan. Agar bu ishlar rostla elektromagnit maydoni bilan aloqasi bo'lsa, Nikola Tesla hayotining oxirida yana bir narsa to'g'riliq tadqiq qilgan. Bu narsa yer sharidagi eng cho'ng bir qadimiy qurilish. Nurg'ulg'an odam buni cho'qim tashkilot odam qilgan deb qaraydi. Aqchan nimani demoqchi o'g'inimni topa oldingiz. Javobingizni inkasdan qoldirib qo'ysangiz bo'ldi. Kelar sanda sizlar eng qiziqadigan temani so'zlaymiz. Emsa bir tal yurak besi yetib manga ishirishni hargiz unutilib qolmang. Sizlar hozir ko'rib turayotgan bu film bo'lsa 2002-yildagi bevos ko'rsatishning asl nusxasi. Ayni vaqtda Alihram to'g'riliq bir yoshirin bo'shliq payqalgandan keyin bu yoshirin bo'shliqqa bir mashina odam avatgan. Ham bu qatamliq harakatni butun dunyoga bevos ko'rsatib qilgan. Taxminan 3 soat 24 minutdan keyin mashina odam oxir bu yoshirin bo'shliqning oldiga kelgan. Mana bu yoshirin bo'shliqda bayqan narsa butun dunyoni hayron qoldirib etgan. Ham Alihram bo'lgan tushunchamizni yana bir qatam o'zgartirib etgan. Bu yoshirin bo'shliqda bir tashik bor ekan. Eng hayron qoldiradigan yer bo'lsa, bu tashikning tubiga ikki tal miskaltek o'rnatilgan. Bu mashina
mashinadan bu muskaldakni taatgan shu zamatla bevas ko'z mishakili bilan uzilib ketgan. Endi bu nemishqa uzilib ketdi deb so'rasangiz, bunday ishlar bak ko'p uchrab turdi. Har qatam muyum yakagan vaqtda sukundan cho'qim chataq chiqadi. Lekin bu qadamliq bevas ko'zni nurg'ulg'a adam filmga tatib olgan. Shunlashqa amalsizlikda bu tashishning tubida ikki tal muskaldak ekan deb javob qaytargan. Bu narsa bayqalgandan keyin Ali Ihramning roli zodi nima? Bu savollar odamning beshidan yana bir qatam qatudi. 2019-yil yana 10 yildan keyin Ali Ihram bo'lgan tushunchamiz yana bir qatam yanglandi. Nurg'ulg'an sonliq ma'lumotdan chiqqan natijasi bo'lsa, Ali Ihram balkim bir to'xtatish punkti bo'lib qolishi mumkin deb hukm chiqargan. Endi bu yerda nimishqa bunday deydi? Sizlarga bu yig'inga o'xshash 4 soat fizik so'z deb bagim yo'q. Shunlashqa sizlarga oddiyroq qilib tushuntirib qo'yay. Yo'q, men 4 soat fizik anlig'im bor desangiz, ayrim gap qilsangiz bo'ldi, men sizga to'liq nusxasini yo'llab bersam bo'ldi. Tuan so'zmoqchi bo'lgan mezmundan ba'zan xatlarni tarjima qilmadim. Endi azroq fizikga qaytilib qoldik, shunlashqa to'g'ri tushuninglar. Ali Ihramni tushunishdan burun bu yerda yadiyan tavtisi degan ma'nosini tushunmasak bo'lmaydi. Bu turmushimizda bek ko'p uchraydi. Eng oddiy qilib so'zlasam, yana turmushimizda uchraydigan chaqmoq. Kichik vaqtimizda chaqmoqdan ichidagi ma'nosini elib haqni to'kda yetkazib o'ynaydik-ku. Mana mushu deganning naqla yadiyan tavtisini foydalangan. Batareyani to'k tugab ketganini ko'rgandingiz. Lekin chaqmoqdan ichidagi ma'nosini to'k tugab ketganini ko'rganmidingiz? Bu narsani tektiribda bir kvarts tish bor. Bu yerda yana silisiy 4 oksid saq bo'ldi. Biz azroq besim bergandikiz bular tez suratda so'qishib to'k hosil qila oladi. Kvarts tishning bir alayidligi bor. Agar siz buningga besim bersangiz, u nihoyat tez suratda to'k hosil qila oladi. Endi Ali Ihram kelsa, uning ichidagi barliq o'ylar granit toshdan yasalgan. Bu granit toshning ichidagi silisiy 4 oksidning miqdori bo'lsa 78% ekan. Oyatdan degan gap esingizda-mi? Agar siz buningga azroq besim bersangizlar, bu to'k hosil qila oladi. Emsa bu besim nerdan keldi? Esingizda-mi? Oldingi filmda Burj Khalifa munari bilan Ali Ihramni selishtirib baqqan. Bu ikkili narsaning suv qatlamasining tubida qurilgan. Bu besim naqli suvdan kelgan. Emsa bu Ali Ihramning ichidagi energiyani qanday yig'inchoqlaymiz? Biz hozir ko'rib turadigan Ali Ihram haqiqiy olti emas. Ali Ihramning haqiqiy olti bo'lsa butunlay oq rangli. Ham uning eng ustida bir tal sap oltin bor. Bu oq narsaning tarkibi bo'lsa oq tosh. Yana shirgov desaqmi bo'ldi. Buning bir cho'ng alayidligi bo'lsa to'k o'tkazmaydi. Yana Ali Ihramning ichidagi energiyani sirtiga qechib ketishning oldini oldi. Emsa suv orqali Ali Ihramga azroq besim berildi. Besim bo'lgandan keyin uning ichida energiya hosil bo'ldi. Ali Ihramning sirtida oq tosh bo'lgandan bu xil energiya qechib chiqolmaydi. Birdan bir chiqa oladigan yo'li bo'lsa, Ali Ihramning eng tubidagi sap oltindan foydalanish. Ali Ihram qo'yib berilgan bu xil energiya osmonga chiqqandan keyin yana yer shari qaytib keldi. Bu gap balkim sizga sal tunish anglatgan bo'lishi mumkin. Nikola Tesla'ning Burj Khalifa munarining naq mishnundan foydalangan. Uningdan sir dunyoning har qaysi yerda Ali Ihramning izi bor. Hozirgacha biz taxminan 1500 tal Ali Ihramni bayqab bo'ldik. Balkim biz bayqamagan Ali Ihramdan bordi. Emsa bu yerda yana bir savolni o'ylab beqing. Ali Ihramni qurib chiqqan madaniyatning fan texnika darajasi qanchalik yuqordi? Bu filmda mishakacha kuralgan do'stlar inkasanga 2 degan raqamni cho'qim yo'llab qo'yinglar. Balkim tushungan bo'lishingiz mumkin, ya bo'lmasa tushunmagan bo'lishingiz mumkin. Endi Ali Ihramga qiziqib mishakacha kuraligingiz nihoyat yomonligingizni bildirdi. Bu qadamliq Ali Ihram bo'lgan tadqiqot natijasi aslida 4 soatlik mazmunda. Ali Ihram qartan nurg'ulg'an ximiya, fizika, matematika degandek sonliq ma'lumot, materiallar degandek narsa bordi. Endi bu o'lning hammasini bir-birlab so'zlab turmadim. Endi men ko'rib tushuna olmayman desanglar, Facebook'imga ya bo'lmasa ayrim gap qilsanglar sizlarga yo'llab bersam bo'ldi. Filmning oxirida men bu mishda sirliq voqealarga bek qiziqman, davomliq mishda filmini yo'llab tursangiz bo'ldi degan do'stlar inkasanga 2 degan raqamni yo'llab qo'yishni unutib qolmang. Ham o'zingiz qiziqib bilmoqchi bo'lgan hikoyalaringizni inkasanga qoldirib qo'ysangiz bo'ldi. Emsa bir tal yurak besitib manga aytishni hargiz unutib qolmang.